Bu 3 VPN orqali siz xohlagan streameringizni tushishingiz mumkin. Bu 3 VPNni o'rnatganingizdan so'ng siz eng zo'risiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Dezito. Bugungi videoda biz PUBG Mobile uchun eng zo'r top 3 VPNni sizlarga taklif qo'ydim. Bu video shu haqida bo'ladi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Yana bitta qandaydir YouTube'da bug bo'lyapti. YouTube'da obuna bo'lish knopkasi ishlamayapti. Shuni tekshirib ko'ring. Ishlayaptimi yoki yo'q. Aytgancha yana bitta katta yangilik bor. Biz 100 taga yaqinlashganimiz bilan bu videoga 60 qo'ydim. Shartlari qanaqa bo'ladi? Videoga like bosasiz, kanalga obuna bo'lasiz. Keyingi video qanaqa bo'lishini yozib, o'z ID raqamingizni kommentariyaga yozib qo'yasiz va keyingi videoda 60 g'olibini aniqlaymiz. Qani unda videoni gapni cho'zib o'tirmasdan biz VPN o'rnatishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan 3 ta VPN ham hammasi Play Marketda mavjud. Birinchi VPNimizning nomi WireGuard. Bu Play Marketda mavjud. Xuddi mana shu ilova. Biz buni sketchat qilib olamiz. Ikkinchi VPNimizning nomi bu Unicorn. Xuddi mana shu VPNni biz ham sketchat qilib olamiz. Va keyingi VPNimiz 4ta1 VPN. 4ta1. Xuddi mana shu VPN bo'ladi. Men video VPNlarni sketchat qilib bo'lgandan keyin videoni davom ettiraman. Mana VPNlarimizni ham sketchat qilib oldik. Endi birin-ketin nastroyka qilishni boshlaymiz. Birinchi 4ta1 VPNga kirib olamiz. Va kirganimizda xuddi shunaqa yozuvlar chiqadi. Barchasiga принять va разрешить bosamiz. Va bu yerdan bildirish nomalarini so'raydi. OKni bosamiz. Va tepadagi 3 ta nuqtani bosishimiz mumkin. Bosamiz va bu yerdan pastga tushib дополнительно bosamiz va bu yerdan diagnostikaga kiramiz va ID degan joyni bosib turib pastdagi yozuvni hammasini kopirovat qilib olamiz. Bu yerdan vibratsiya qilib kopirovat bosamiz. Bu yerdan chiqamiz va parametr подключения kiramiz va parametr DNS va poddomenni bosib hali kopirovat qilganimizni qo'shamiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi bizga Space VPN emas, PUBG uchun tayyor bo'ldi. Zero Trust yozib ko'rishingiz mumkin. Birinchi ko'rinishidan o'zgardi. Bu VPNimizning ishlatilishi PUBG ga kirishimizdan 5 minut oldin qo'shib PUBG ga kirayotganimizda o'chiramiz. Keyingi VPNimiz Unicorn. Buni ham xuddi narigi VPNda разрешить beramiz va pastdagi 3 ta chizig'ini bosamiz. Запуск при загрузке bitta bosamiz va pastdan управление предложения bosamiz. Va endi PUBG Mobile'ni topib olamiz bu yerdan, programmalarchidan. Bu telefonimizda bor barcha programmalar bo'ladi. Bu yerdan bizga PUBG Mobile kerak bo'ladi. PUBG Mobile'ni topib olamiz. Mana PUBG Mobile'ni ham topdik. Bu yerdan xuddi shu knopkachani bosib yoqib qo'yamiz. Endi izmenit adres DNS'ni 4.8 Google ga qo'shib qo'yamiz. Endi bu VPNimizni ishlatish tartibi PUBG ga kirishimizdan где-то 1 minut 2 minut oldin qo'shamiz va PUBG ga kirayotganimizda o'chirib kiramiz. Uchinchi VPNimiz bu WireGuard bo'ladi. Bu har xil konfiglar orqali ishlaydi. Konfiglar haqida keyingi video, ya'ni shu video 100 ta like qilsa keyingi videoda chiqaraman. Endi bu VPNlarimiz orqali o'ynalgan o'yinlarni ko'rishingiz mumkin.
Mana aziz obunachilar, sizlar bilan qisqa vaqt ichida tez yutug'i bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Aytgancha, keyingi videoda qanaqa narsa sizni qiziqtiradi shu haqida yozib keting. Men kelasi videoda albatta siz aytgan narsa haqida video qilaman.